Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, aziz obunachilar. 27 fevral 2026-yil Avtomir avtosalonimizda mashinalarimizni bugun xudo xolasa obzor qilib, narxlari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Videodan oldin bir like bosib qo'yish yodlaringizdan chiqarmanglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yodlaringizdan chiqarmanglar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda mashinalarni bizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasiz. Arzonmi, qimmatmi? Обязательно o'qib chiqamiz. Xo'p. Birinchidan boshlaymiz. Trekkerdan boshlaymiz. Mashinamiz 2023-yil LS birinchi pozitsiya. Oq rang kraskalar toza, 100 ming probekda, o'zini halol yurgan probeki, 4 tane toza yumshoq balon ustanovka olgan, metan gaz balonlari bor, tonirovka ruxsatnomasi ham bor. Salon qismini o'tadan bo'lsak, salon qismi ham ideal состоянияda. Yana top-toza mashina. 2023-yil birinchi pozitsiya LS. Narxi 165 million so'mdan kelishiladi. Qaranglar, avtokredit ham chiqadi mashinamiz, faqat Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan chiqadi, boshqa viloyatlar hozircha chiqmaydi. 10-15 millionlar atrofi ham kreditga chiqadi mashinamiz. Oldingi to'lov. Lekin grafik to'lov qimmatroqdan tushadi. 6 millionlar atrofi chiqadi. To'lab bilaman desizda, yana trekkerimiz bor, 10-15 million bilan. Xo'p, keyingi mashinamiz Malibu XL bo'ladi. 2023-yil 40 ming probekda. Chatda ochilmadi-ku bu. Ana ochildi. 40 ming probekda, benzinda, toza mashina. Yana 2023-yil 419 million edi buni salon narxi o'zini. 350 million so'm pul turibdi mashinamiz. Ustida yana gelishpan beramiz. 100% родной краска. Bemalol proverka qilib tez keltirib olsangiz bo'ladi. Avtokredit, barter, naqd, любой variantda ish yuritamiz. Hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, keyingi mashinamiz polniy navort etilib, tuzilib turgan qora Gentra bo'ladi. Обязательно amerikanka faralar, optras toplar arkasida, 4 tane toza yumshoq balon, 4 eshik shumka, обычный mejgarlari bor, oddiy Malibu 2 rul, Malibu 2 bar, chexol, polik, 4-pokoleniya metan gaz. Yana mashina holatlari zo'r. 42 ming probekda, 2023-yil. 100% toza, lyuki, sakat diskasi, bokoy knopkasi, magnitofon hamma narsalari bor. Yumshoq balonlarda yana top-toza o'tiribdi mashinamiz. Narxi esa 175 million so'mdan kelishib beramiz ustunda. 2023-yil mashinamiz. Keyingi mashinamiz Dark Moon Blue rangda 2023-yil bunam yili. Probeki 13 ming. Salonda shab olingan bo'lsa, shunday holatda turibdi. Qo'shimcha hech narsa qo'yilmagan mashinamizda. ABS lyuki, magnitofonlari bor. 13 ming yurgan mashina. Top-toza sostoyaniyada Dark Moon Blue rangda. Narxi esa 160 million so'mdan kelishiladi ustunda. Bemalol kelib ustunda savdolashib olsangiz bo'ladi mashinamizni. Keyingi mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt bo'ladi. Bu mashinamiz ham tayyor holatda. Metan gaz balonlari, balonlar ham toza, yaxshi sostoyaniyada. Salon qismini o'tadan bo'lsak, 36 ming probekda. Malibu 2 rul, anatomический, chexollar ham zo'rlar ustanovka olgan mashina. Oyoq tingda poliklari bor, laminatsiya ishlari ham qilingan, kirilmasligi uchun. Torpeda obshipkalarda kirchiq-pirchiq yo'q. Mashina idealniy, holatlari zo'r. 2024-yil metan obishniy, narxi 142 million so'mdan ustunda kelishiladi, hurmatli obunachilarimiz. 2024-yil. Keyingi mashinamiz Nexia 3 mexanika korobka 2020-yil 136 ming probek yurgan, holatlari zo'r. Kraskasi ham bor. Hozir aytib o'taman. Balonlari yumshoq, toza balon, metan gazlari bor. Salon qismini o'tadan bo'lsak, salon qismi ham holatlari yaxshi. Yana sidinalari, obshipkalar, torpedalari kirchiq-pirchiq. Uning narsalari yo'q, metallari bor. Kraskasi kuru ishi krelda и eshikda ozgina petno bor. İçindən o'tib strashniy bo'lmagan. Lёгкий DTP bo'lgan. Holatlari zo'r. Undan tashqari bunda 20-yil bor yana oz probekli 40 ming yurgan. Atigi 40 ming yurgan benzinda. Bu mashinamiz ham zo'r sostoyaniyada. Balonlari yumshoq. Mejgar pultlari bor beshni. Yana salon qismi chexol poliklari. Kirchiq-pirchiq yo'q. 40 ming yurgan haqiqiy narsa 2020-yil. Bu mashinamiz ham kraskasi bor. Shu kapotda и shu elde krelda bor. Petno yuzunda ichini o'tmagan. Bemalol proverka qilib olsangiz bo'ladi, hurmatli obunachilarimiz.
Ha, buni narxini aytmoqman sizlarga. Xo'p, narxi kechirasizlar 90 million so'mdan ustunda kelishiladi. 90 million so'm 2020-yil. Buni narxi esa 95 million so'm. Bu ham kelishiladi ustunda. Gelsizda chiroylatib bonuslari bilan, Polybag benzinlari bilan qaytib kelishtirib beriladi xullas. Keyingi mashinamiz 2026-yilda ishlab chiqarilgan bir haftalik mashin. MCM, Style MCM. Narxi 155 million o'zi salon narxi, biz sizlarga 160 million so'm pul qo'yibmiz mashinamizni. Gelib xarid qilsangizlar bo'ladi. Keyingi mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Midnight variantida Cobalt'imiz bo'ladi. Bu mashinamiz 100% shumga urilgan, faqat o'sha elde kapotdan tashqari hamma joyida shumga bor. Kril, patolog, torpeda, pastlari, 4 eshik, arka kapot, arka kril polni 100% shumka. Balonlari o'zini zavodskoy balondan, nechun desa mashin hali 4000 probekda. Endi salon qismini ham ko'rsatib o'taman. Toza mashin, chexol poliklari bor, metan gaz ham ustanov yo'g'an mashinamizda 4400 probekda. Ko'rdingizmi? Maytafon abeslari bor. Narxi esa 155 million so'mdan kelishiladi. Oksvet, kraska toza. Bunda jiq2 rangi bor, to'shi shu narsani yurgani 5000, metallari bor, chexol poliklari bor. Yon turibdi mashin, ko'rib turibsizlar. Altdan zerikkanlar uchun boshqa charak variant ina. 5300 probekda metallari, chexol poliklari bor. 2025-yil. Bu Midnight Chistin. Narxi esa 155 million so'mdan kelishib beriladi ikkisini ham. O'zi salon narxi bular. Salon narxi 155 million bu mashinlarimizni. Lekin qo'shimcha shuncha narsalar qo'yilgan. Xo'p, keyingi mashinamiz avtomat korobka polinavort qilingan Gentra bo'ladi bu ham. Propan gaz balonda yurishlari zo'r, dim chotki yurdi propanda, lekin kakishni Amerikan Optrastop 4 ta paket yumshoq balon, ABS lyuk saka diska, magnitofonlari bor desam monitor ekan. Xo'p, Bakoy knopkalari bor, apshipkalari, torpedalari idealniy, Malibu 2 rul, Malibu 2 bor, chexol poliklari ham zo'rlari uстановka qilingan. Xo'p, propanlari bor aytib o'tdik, yana dominant monitorlari bor, orqa taraflari ham idealniy bo'lib turibdi, mashinamiz zo'r. Orqasidan ham bemalol versiyani yuklasangizlar bo'ladi. Joy bor. Ina. Propanlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Tabletga propan uстановka bo'lgan, lekin yurishi zo'r mashinni. Bilasizlar, propanda mashin ochilishib dixaniya bilan zatib yuradi. Narxi 168 million so'm. 2023-yil 52000 probekda. Ustunda kelishiladi. Ko'ringlar. Zo'r narxda turibdi. Avtokreditda chiqadi mashinamiz. Agar oz pul bilan chiqaraman desangizlar, bir 13-14 millionlar bilan ham chiqadi. Grafitolar 5 million 800 dan bo'ladi. To'lab bilsangizda, yana mashinamiz turibdi. Xo'p, keyingi mashinamiz Damas 2022-yil. Yurgani 69000. Pultla qo'yilgan abishni 100% shumka, metallari, balonlari, apshipka, chexol polik nilon patologlari, kolonkalari bor xullas. 69000 probek 2022-yil. 70 million so'mdan kelishiladi mashinamiz. Keyingi Damazimiz 2024-yil bor yo'q 3000 yurgan paket narsa. Shumka, 4 ta paket yumshoq balon, metan gaz balonlari bor. Yana salon qismi 3000 yurgan 2024. Narxi 85 million so'm. Bunda düzülüp turgan varianti bor yana Damaschilar uchun. Polni tayyor. 14lik diska balon, tonirovka ruxsatnoma, gerb laboy, endi abishni pultlar ham bor. Salon qismi o'tadan bo'lsak 19000 probekda xo'shroy borlar, chexol poliklar ham, kolonkalar, patologlar ham taxlangan bir qator. Nilon poliklar tayyor mashin, buni ham rasxod qilib o'tirmaysizlar, zabeysizlar. Tonirovka ruxsatnomalar ham bor. 2024-yil narxi 85 million so'mdan kelishiladi. Mana durishini qaranglar buni. Olov bo'lib turibdi. Xo'p, keyingi mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan arzon narxda, zo'r narxda qo'yib beramiz. 61000 probekda, kraskalar toza, 4 ta toza yumshoq balon, ABS, sakat diskasi, lyuki,
Bakoy knopkasi, hamma narsalari bor. Monitorlar qo'yilgan, 4-pokoleniya metan gazlari bor. 61 000 probekda aytib o'tdik. Holatlari ideal. 2023 yil qora rang kraska, toza, narxi esa 160 million so'mdan kelishib beramiz. Undan tashqari arzonroq Cobalt so'raganlar uchun 2021 yil avtomat korobka. 2021 yil 84911 probek yurgan, pokoleniya metan. Salon qismi cruise control multimedial uстановка olgan rullarini, holatlar yaxshi mashina, kraskasi toza. 2021 yil 120 milliondan ustunda kelishiladi mashinamiz. Shu aytilgan mashinalarimizni hammasi avtokreditda chiqadi. Telefon qilsangizlar batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Faqat Xorazm viloyati hamda Qoraqalpog'iston Respublikasidan chiqadi, hurmatli obunachilarimiz. Boshqa viloyatlar hozircha chiqmaydi. Videomizga bir like bosib, bemalol avtomobil avtosalonimizga tashrif buyursangizlar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa zo'r narxda mashinalarni yana chiqarib borishni davom etamiz. Videomizni yakunlaymiz. Oxiridan ko'rgan hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hurmatli obunachilarimiz, bu mashinalarimiz qolib ketibdi. Dogovorga chiqadi mashinalarimiz. Matizimiz, Nexia 1'imiz, Nexia 2'larimiz. Xullas Matizda oldindan 5 million bilan 2009-2010 yillar 5 million so'm pul bilan gap olib chiqib ketsizlar bo'ladi. Dogovor hisobini 1,5 milliondan 2 yil to'layverasizlar. Nexia 2, Nexia 1'larimiz 10 million bilan beriladi. Bu ham 2 yilga 1,5 million so'm puldan chiqaveradi. Mana ko'ringlar. Bemalol kelaverasizlar murojaat qilib. Telefon nomerlarimiz video ostida bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.